Ertalab soat 8:30 tersa uch bo'lmaydi. Bitta programmani o'zgartirish orqali hal bo'ldi. Bu yerda 10 ta gayi tursa ham hal bo'lmasdi. Yo'q, o'zi o't bo'lmaydi. Ko'ryapsan devorni ahvolini? O'zi avariyniy holat. Havo iflos deyapsizlar. Yana battar sizlar qissa qo'shyapsizlar. Dars bo'layotgan bo'lsa, bezovta qilmang. Tugasini kutib turamiz. Faqat shu qabulga yordam bersangiz degan maqsadda qo'ng'iroq qildim. Do'st akajon, muammo yo'q. Shunaqa joylarga kelsangiz ozgina kayfiyatingiz buziladi-da. Hamma kelganlar ilohim sog' salomat bo'lib tuzalib ketsin. Hech kim kasal bo'lmasin. Rahmat. Sog' bo'ling. Albatta Oliy Majlis deputati yoki kimdir kelib aytish kerak emas, o'zlari mas'uliyatdan yondirsa bo'laveradi. Deputat bo'lish orzu bo'lganmi? Qachondir sizda? Yo'q. Assalomu alaykum. Bu deputat bilan bir kun loyihasi va bu safar ham biz qahramonimizni tanladik, lekin o'zlarining xabari yo'q. Hozir biz telefon qilib ko'ramiz. Agar xo'p desalar, ular bilan ertaga biz Namangan shahrida ko'rishimiz kerak. Agar yo'q desalar, boshqa variantga to'xtalishimizga to'g'ri keladi. Hozir men ularning telefonlariga qo'ng'iroq qilib ko'raman. Ko'tarsalar, agar yig'ilishda bo'lib qolmasa. Allo, assalomu alaykum Dilmurod aka. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Uzr, mediadan Shahzoda edim, Dilmurod aka, bezovta qilyapman. Yaxshimisiz Shahzoda? Rahmat. Dilmurod aka, bitta masalada telefon qilayotgandim. Eshitishimcha, ertaga hududga chiqib ketayotgan ekan deputatlar. Siz ham Namanganga ketyapsizmi? Ben yo'lda erimda, shu aloqa yaxshi ishlanmayapti. Bo'ldi. Qayta telefon qilib yuboraymi sizga? Aloqa yaxshi emas. Yangitdan telefon qilishimizga to'g'ri keladi. Dilmurod aka, eshitilyaptimi? Yaxshi. Uzr, bezovta qilyapman. Ertaga deputatlarimiz hududga chiqyapti deb eshitgandik-da. O'shanga siz Namanganga ketyapsizmi? Men yo'lda edim. Qarang, biz deputat bilan bir kun loyihamiz bor edi. Agar ko'rgan bo'lsangiz, o'shanga sizni qahramon sifatida keyingi soniga chiqarmoqchi edik. Siz bilan bir kun davomida birga bo'lamiz-da hududda. Mayli, bo'ladi. Faqat boradigan joylar ko'p, hudud katta, birga yurishga imkoniyatlar bo'lsa, vaqtinglar bo'lsa. Bo'ldi, bizda vaqtimiz bor. Bo'lmasam siz bilan kelishdik. Ertaga biz Namanganda siz bilan ko'rishamiz. Siz allaqachon yo'ldasiz-a? Namanganga ketyapsiz-a? Men yo'lda ketyapman, yo'ldaman. Bo'ldi, tushunarli. Bo'lmasam siz bilan o'sha hududda ko'rishamiz. Sizga kattakon rahmat. Sog' bo'ling, xo'p. Ko'rishguncha. Xo'p. Mana o'zingiz ko'rganingizdek, bu galgi qahramonimiz adolatchi deputat Dilmurod Ismoilov bo'ladi. Bu safargi qahramonimiz bilan yaqindan tanishing. Ismoilov Dilmurod Mahmudovich, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati, palataning byudjet va iqtisodiy masalalar qo'mitasi a'zosi, Adolat sotsial-demokratik partiyasidan deputat bo'lib saylangan. Dilmurod Mahmudovich bundan oldingi chaqiriqda ham xalq vakili sifatida o'z faoliyatini olib borgan. Qahramonimiz 1980-yil Namangan viloyatida tug'ilgan. Toshkent davlat yuridik universitetini tamomlagan. Mutaxassisligi huquqshunos. Oilali 3 nafar farzandning mehribon otasi. Demak, bugun biz sizlar bilan deputatning aynan hududdagi bir kuni qanaqa o'tishini kuzatamiz. Diqqat, motor, biz boshladik. Deputat Dilmurod Ismoilov xizmat vazifasi tufayli ancha yillardan beri poytaxtda ishlab kelmoqda. Ammo ularning aytishi bo'yicha har safar saylovchilari bilan uchrashuvga kelganda doimo ota-onasining duosi bilan o'z ish kunini boshlaydi. Bu safar xalq vakili ertalabdan bozor o'char qilib ota-onasini yo'qlagani bordilar. Dehqon bozordagi xaridlarimizni ko'rsatish shart emas desalar ham biz bugungi kuningiz qanday o'tadi, qayerda o'tadi, hammasini saylovchilarimizga ko'rsatishimiz kerak deb deputatni arang ko'ndirdik. Bu Dilmurod Ismoilovning bolaligi o'tgan ota uy. Bu xonadonda qanchadan qancha bolalik, yoshlik xotiralari mavjud. Dada, assalomu alaykum. Yaxshimisiz dada? Sizimsiz? Yo'q, siz. Attaygiz bo'lasizmi? Rahmat. O'zingiz qalay? Salomatligingiz yaxshimi? Sizimsiz? Mikrofon sizga osib qo'ying, siz gapga javob berasiz. Gapimiz topaman qolsam chekadi. Siz birinchi yo'qlab ketay deb. Rahmat, salomat bo'ling. Umrimiz uzoq bo'lsin.
omadli istiqbolda. kelsin. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshi. Hammasi yaxshimi? Xatlab turibman. Ha, necha yil olib turibsizmi? Lekin rangingiz yaxshi. Rangi tozaladi. Semayli. Men qilsam, ruxsat bersangiz, men ishimni boshlasam, anaqada keyin ishlarni yakunlab kechqurun yana bir kiraman. Mayli, ovoraman ha. Yo'q, kechqurun kiraman, kirib, vaqt kechdan oldin yana duoyingizni olib ketaman. Ota duosi oltin deganlaridek Mahmud boboning duosini hammamiz oldik-u, keyin yo'lga otlanib dastlabki manzilimizga shoshdik. Bu Sumalak guzari mahalla fuqarolar yig'ini hududi. Deputatga hudud aholisidan yo'ldagi o'rnatilgan svetofor masalasida bundan 1-2 oy oldin murojaat kelib tushgan. Eng quvonarlisi, deputat masalani aytilgan zahotiyoq sohaga mas'ul vakillar bilan joyida hal qilgan. Har kuni bitta avariya bo'ladi. Mana hozir birorta undan keyin, mana uni o'zgargandan keyin haligi seksiya bo'ldi. Birorta hali bunaqa narsa ham yo'q, tiqilinch ham yo'q. Bir-biriga haligi to'qnash. Bu yoqdan kelayotganda bu yoqqa ham yo'l ochiq bo'lgan. Tushunyapsizmi? Xohlagan odam bu yoqqa burilib borardi, keyin u yoqdan urib to'qnashuv bo'lardi. Endi tartibga solindiki, mana ko'rdingizmi? Mana bu yoq, mana sirasi to'xtadi, mana bu yoq уже bemalol kirib ketaveradi. Ilgari ha, ikkinchi tomonga ham ochiq o'tdi. Mana bitta masala, bitta programmani o'zgartirish orqali hal bo'ldi. Bu yerda 10 taga tursa ham hal bo'lmasdi. Deputatning yordami bilan tartibga solingan yo'l qanchalik haydovchilarga, hudud aholisiga qulay bo'lib qolganini ularning o'zlaridan so'radik. Namxos svetofor qurilgandan keyin yo'ldagi avariyalar kamaydi deyishyapti-da, shuni so'ramoqchi edik. Har doim harakat qilasizmi shu yo'lda? Mashina qatnama yaxshi, kamaydi. Kamaydimi? Misol yo'llar, misol qizlar nerv yo'lga borgunimizgacha yana qizil bo'libdi, yo'l ancha tirbandlik kamaydi. Biz vashada bog'chamiz bor, xususiy bog'chamiz. Ertalab soat 8:30 kelsa, uch bo'lmaydi. Bola ham darsga kech qoladi, ham ovqatni cho'chgani kech qoladi. Keyin biz ikkita bola kech qolsa, yana ikkita bola alohida yana ovqat tayyorlashimiz kerak. Endi hozir hamma teng kelibdi. Tenki kiskani ham probka edi kechki payt. Dilmurod aka bilan svetofor masalasini ko'rib chiqayotgan bir paytda ushbu mahalla yosh ulug'lardan biri deputatning oldiga kelib, unchalik ahamiyati kattadek ko'rinmaydigan, ammo hududda istiqomat qiluvchilar, ayniqsa bolalar hayotiga xavfli masala bilan bo'lishib qoldi. Masalalar endi aytadisan ko'p-ku. Endi Mana birinchi qonun ko'rasiz-ku mana. Bo'sib qoladi, Birinchi pesha bunga yesdi boradi. mana. Pesha yesdi. ha. Taglarim ko'chib ketgan, taglardan simlani ham mana bundoq. Hozir qanday vaqtda yashab turibmiz-ku? Qarang, simlantirishini. Bo'ldi, o'tadi, baqa o'tadi. Nasib bo'lishi mumkin. Juda ham to'g'ri ko'tarilgan muammoni deputat elektr energiyasi bo'yicha mas'ullarga telefon qilib to'g'ri tushuntirdi. Dilmurod Ismoilov bor, Oliy Majlis Qonunchilik palatasida ishlaydi. Yangi Sumalak mahallasida, shu mahalla ichiga kiravurishingizda simyog'ochda, hali eski, hali taxtadan qilingan simyog'ochlar ekan, Atqon aka. Mana oldimda fuqarolar turishibdi, даже tagidan yondan o'tgan kabellar o'ralmaganda. Xavfsizlantirish bo'yicha borib o'sha kabellarini xavfsizlantirib beramiz. Endi yangi yildan boshlab dastur shakllantiriladi. Mayli, mana shu agar shu tezkor bilan guruh jo'natsangiz, avariyni gruppani, mana shu yerda odamlar bor, ko'rsatishadi shuni. Xavfsizlik nuqtai nazaridan shuni bir ko'rib bersa, keyin mana osilib qolganlarni tortib, bir qarab bersa yaxshi bo'ladi. Ha, bir soatda keladi, ha. Kelib avariyni gruppasi keladi, mana polni o'raydi, mana osilgan joylarni tortadi. Ko'ryapsizmi? Transformatorni даже mana qulp ham qilmagan. Qulp ham qilmagan. Endi shu albatta Oliy Majlis deputati yoki kimdir kelib aytish kerak emas, o'zlari mas'uliyatdan yondoshsa bo'laveradi. Shuning uchun endi birinchi masala bu xavfsizlantirish masalasi. Bu masala bugunning o'zida hal bo'ladigan bo'ldi. Ammo lekin biroq deganlaridek biz mas'ullarning ish jarayonini kuzatib, vaqtdan yutqazish niyatimiz yo'q. Shunga qaramasdan o'rganishlar davomida albatta kelib xabar olib ketamiz. Adolat sotsial-demokratik partiyasining elektoratida shifokorlar ancha ko'p. Shuning uchun ham adolatchilar sog'liqni saqlash sohasiga katta e'tibor berishadi. Hududdagi o'rganishlar davomida deputat shahardagi ushbu odamlarga yordam beradigan, ammo hozir o'zi yordamga muhtoj oilaviy poliklinikaning ta'mirtalab sharoiti bilan tanishdi. Shunaqa joylarga kelsangiz, ozgina kayfiyatingiz buziladi-da. Bu yoqqa o'zi o'tib bo'lmaydi. Ko'ryapsizmi devorni ahvolini? O'zi avariyni holat.
odam davolaydigan joyi davoni o'ziga muhtoj. O'zi davoga muhtoj. Qanaqa bo'ladi? Odam davolaydimi yo o'zini davolash kerak? Yigirma mingga yaqin aholi shu bitta poliklinikaga Poliklinika. Bu filial. Filial. 7-chi oddiy poliklinikaning filiali. Hozirgina ko'rib turganingiz bu Yangi Namangan tumani Atangan Guzar mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi 7-sonli oilaviy poliklinikaning filiali. Men umuman kasal bo'lmayman deb o'zimizga o'zimiz kafolat bera olmaymiz. Issiq jonimiz, shamollashimiz, qon bosimimiz ko'tarilib ketishi mumkin. Mana shunaqa holatlarda ushbu shifo maskanidan shifo kutish qanchalik to'g'ri bilmadim rosti. Qiynalmayapsizlarmi sharoitlarda? Siz bilan ko'p gaplashganmiz masalada. Mana shu tuzatmasak bo'lmaydi. Endi bu yarmi ham, bu ham zo'r holatda bo'lmaydi. Bu aytilgan gap aytilgan joyda qoladigan masala emas. Bu albatta yechim topilishi shart bo'lgan muammo. Shu boisdan ham deputat Sog'liqni saqlash vaziriga deputatlik so'rovi jo'natdilar. Unda alohida ta'kidlanib o'tilganidek, bu masala yaqindagina ko'tarilmagan. Undan oldin ham murojaat qilingan. Ammo mas'ullar jim. O'ylaymizki, tez orada poliklinika binosida qurilish ishlari boshlanib, mahalla fuqarolari yangi yildan boshlab o'z hududidagi hamma sharoitga ega bo'lgan shifo dargohidagi xizmatlardan foydalana olishadi. Keyingi manzil bu hududdagi umumta'lim maktabi bo'ldi. Deputatga yetib kelgan murojaatga ko'ra, isitish tizimi bilan bog'liq muammo bor. Bundan oldingi kelgan safarlarda aynan ushbu masalani hal qilish uchun harakat qilgan bo'lsalar ham, lekin ish ijrochilar tomonidan oxirigacha olib borilmagan. Bolalar o'rtasida haligi respirator kasalliklar ko'payib ketdi-yu shamollar. Atapleniya yaxshi bo'lmasa ko'payaveradi shamollash. Agar atapleniya yaxshi bo'lsa, issiq sharoit bo'lsa, asosiy vaqti maktabda-ku. Buni yengib qo'yishibdi. Orgacha yetkazilmagan, lekin tezlatish kerak. Sinov bo'lyapti. O'zi mana eskisini holatini ko'ryapsizmi? 3 kun 4 kun muhlat qo'ydik o'sha kuni. Endi baribir cho'zilib ketibdi. 3 kun 4 kun muhlat nimaga? Bu muhlat bizga emas, bolalarning salomatligi uchun. Naqillik tezlashtirib. Maktab mas'ullari bilan gaplashib turgan deputatga ushbu muassasa xo'jalik xodimi ham ish faoliyatida duch kelayotgan masalasini aytdi. Mana shu o'ta o'quvchisiman. Mana ichkarilar hammasi nosoz. Suv bosib ketadi, suv ochsam, ichkari suv bosib ketadi. Endi shanba bozorga va'da qilib ketishga xudo xolasa. Shunaqa. Shanba bozor nimani? O'shaga rezba qilib boshqatdan qilamiz deb ketishgan, remont qilib. Masalaga yondashuv boshqacha bo'lish kerak edi. Tezroq degani sifatsiz degani emas. Ham sifat ham tezroq harakat natija qilsak, menimcha yaxshi bo'ladi. Havo birdaniga sovib ketib qolyapti. Mana kechqurun sovuqda, ikkisi menda sizlarda. Albatta, farzandlarimiz ertalab kelganda sinf xonalari sovuq. O'zi hozir havo o'zi chang bilan sovuqligi uchun kasallik ko'p. Ustiga yana bundan 5 battar xonalar sovuqligi uchun kasalliklar ko'payib borayotgani sir emas hammamizga. Maktab maydonida yoqilayotgan va havoga zarar yetkazayotgan axlatlar ham deputatning e'tiboridan chetda qolmadi. Keyin qarang, mayda o't yoqib qo'yibsizlar. Axlatni o't yoqmaydi, o'zi mana havo iflos deyapsizlar. Yana battar sizlar hissa qo'shyapsizlar. Unaqa qilib qilmaydi. Buni o'sha chiqindiga olib ketadigan tashkilotga berish kerak. Domla buni jarimasi ham bor. Yuqorida maktab rahbariyati vakillaridan biri aytganidek, ichkarida o'quvchilar sovuq xonada o'tirishga majbur. Mayda-mayda, ammo katta-katta masalalarga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan holatlar bugun ularni qiynamoqda. Shundan kelib chiqib Dilmurod Ismoilov maktab ichini ham ko'zdan kechirdi. Dars bo'layotgan bo'lsa, bezovta qilmang. Tugashini kutib turamiz. Muammoni bir-biriga bog'liqligi. Atapleniya yaxshi bo'lmasa, kasallik ko'payadi. Kasallik ko'paysa, poliklinikaga borib, poliklinikada sharoit yo'q ekan bu yerda. Haligi biz o'sha kasallikka kelib chiqadigan sabablarni agar o'rganib qilsak, tahlil qilsak, yaxshi sharoit, issiq sharoitda bolalar o'qisa kasal bo'lmaydi. Uyga sog'lom borish kerak-da. Mana havo chiqaradiganni men bo'shatsam, ko'p mana ular nosoz bo'lib qolgan, churib. Buni bo'shatsam chiqib ketadi, sinib ketadi. To bunga xona ib kelib qo'rqunimcha ve mana suv bosib ketadi. Xo'p. Mirzohid aka, shuni yangi qo'ysa ishlaydimi? Mashina. Mana ishlamani o'zi qilib berishadi. Buni hal qilamiz. Men tuman hokimiga iltimos qilaman, Jobir akaga, juda mas'uliyatli odam.
hech narsa emas, hal qilib beradi moliya. Nosozligi anaqa ekan-ku o'zi buni misollar. Ha, mana o'zini yangilasa, va beraverish kerak. Hozir qaysi birini ochsam chiqib ketsa o'sha hisob demaydi, hammasini yangilab qo'yish kerak. Xullas, 3-4 kun, uzog'i bir hafta muhlat ichida hamma narsa joy-joyida to'g'rilanadigan bo'ldi. Xo'jalik xodimi aytgan masalalar maktab ma'muriyati tomonidan, qolganlari esa mas'ullar tomonidan amalga oshiriladi. Reportajimiz boshlig'ida ta'kidlab o'tganimizdek, sog'liqni saqlash masalasi adolatparvarlarning asosiy e'tibor qaratadigan sohalardan biri. Shu boisdan deputat Dilmurod Ismoilovning navbatdagi manzili odamlar gavjum dorixonalardan biri bo'ldi. Oliy Majlis deputatiman. Biza aptekalarga kelib, narx-navo masalasi, odamlar ahvolida e'tiroz ko'pda. Aptekaga kirsangiz 5 xil aptekada 5 xil narx. Odamlar endi kasal bo'lishi bor, boshqasi bor. 200 ming ham razniца bor, 400 minggacha razniца bor. O'shanga nima deb o'ylaysiz? Sababi nimada? Mana siz o'zingiz mana shunaqa holatga tushgan bo'lsangiz, antibiotik bitta O'zbekiston Toshkentnikini aytishyapti 17 ming so'm, Rossiyanikini aytishyapti 54 ming, Hindistonni ko'rgan 64 ming. Shunaqa holatga ham duch kelganmisiz? Ikkita dori ham Rossiyaniki yoki O'zbekistonniki narxi ikki xil. Kontrafakt. Bu ham bor, ha? Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan ham e'tibor berish kerakda. Har xil masalan aptekalar bor, shu hozirgi aytganimizdek tuman shaharlardagi aptekalarni narxini bitta narxga kelishtirish. Misol uchun bitta oddiy paracetamol yoki sitramon dori oladigan bo'lsak, o'sha narxini standart shaklda qo'yish kerakda. Ko'rganingizdek, iste'molchilarda har xil fikrlar. Ular narxlar barqarorlashtirish tarafdori. Xullas, bu masalalar deputatning yon daftariga tushdi. Umid qilamizki, masalalar bloknotdan qonun loyihalariga ko'chib o'tadi. Keyingi lokatsiyamizga ketayotgan bir paytda viloyat partiya vakillari deputatga telefon qilib, ularga bitta masalada fuqaro kelib o'tirganini aytdi. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yo'qna yaxshimisiz? Salomatsizsiz? Rahmat, yaxshimisiz? Bezovta qildik. Hozir juda mana xalq bilan uchrashuvlardan siz bezovta qildik. Yo'q, bemalol. Bizga hozir alohida mana murojaatchilar bor ekan, sudda ishi bitmagan. Azizov mana domla turibdilar bu yerda. O'shaga qayerga borsalar ekan? Yo'q, bu yoqqa meni qidirib ovora bo'lib kelishmasin, men borib qo'ya qolaman. O'sha partiyada bo'lib turishsa, men borib qo'ya qolaman. Hozir biz ko'chada edik, hududda edik. Bir 20 minutlarda borsam kutib qolishmaydimi? Yo'q, kutib turamiz deyishdi. Bo'lmasa biz siyosiy kengashda mana o'zimizni mana viloyat ofisida bo'lib turamiz. Mayli, o'sha yerga o'tib qo'ya qolamiz, 20 minutlarda o'tib boramiz. Bo'ldi, shu yerda turibdilar aka. Mayli, xo'p, Rahmat, charchamang. Xalq vakili aytgan 20 daqiqada partiya binosiga bordik. U yerda uy-joy masalasida katta muammoga duch kelgan otaxon o'z murojaatini aytdi. Assalomu alaykum. Otaxon yaxshimisiz? Charchamasizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Sud qarorlaridan noroziman. Ha. Mana 26 martalikdan sud bo'ldi. Ha? Hech hal bo'lmaydi. Bu qonuniy hujjatlarni olib bordim, hal bo'lmadi-da. Shunga bir nima qilib ko'rinasizga deb keldim. Obdon holatni eshitgan Dilmurod Mahmudovich fuqarolik ishlari bo'yicha sud xodimiga murojaatini yo'naltirdi. Akajon, biz bu hududga keluvdik, bitta fuqaromiz bilan ko'rishuvdik. Masalalari bor ekan. Sud fuqarolik ishlari bo'yicha sud bilan bog'liq masala ekan. Bir vaqt o'zida ma'muriy sud bilan ham bog'liq masala ekan. Shunga biz endi bilasiz, sud ishiga aralasha olmaymiz. Sud mustaqilligiga daxl qilib qo'ymaslik uchun biz shu iltimos qilmoqchi edim. Shu fuqaroyimizni hozir shu fuqarolik ishlari bo'yicha rahbariyat qabul qilsa, agar imkon bo'lsa, bir vaqt o'zida shu ma'muriy sud bilan bog'liq masala ham bor ekan. Shu vakillarni agar siz qabulni tashkillashtirishga yordam bersangiz, mana yonimda o'tiribdilar, darhol borardilar. Agar bu akajon rahbariyatimizni qabuliga kirishda muammo yo'q. Faqat shu qabulga yordam qilib bersangiz degan maqsadda qo'ng'iroq qildim. Bo'ldi akajon, muammo yo'q. Ular sudga kelib nima qilaversa, meni ismim Islom, familiyam Omonov, tashkillashtirib beraman. Hech qanday to'siq muammo yo'q. Huquqshunos deputat qonun ijodkorligi jarayonida qonunlarni yanayam xalqchillashtirib, amaliyotda yaxshi ishlaydigan qonunlar yaratish maqsadida yangi tashabbusni ilgari surdilar. Ushbu g'oya targ'iboti va tashviqoti dastlab hududdagi yuridik litseyning bo'lajak huquqshunoslari davrasida norasmiy tarzda olib borildi. Sizlar bo'lajak huquqshunoslar, ayniqsa sizlar bilan ko'proq ishlashimiz kerak bo'ladi.
qonun loyihalari dastlab parlament muhokamasiga kiritilganda uni loyiha sifatida bo'lganda sizlarga taqdim qilamiz. Bitta kanal tashkil qilamiz o'sha elektron tizim orqali. Sizlar qonun loyihasini nafaqat o'zingiz, balki oilangiz, do'stlar davrasida, jamoatchilik o'rtasida muhokama qilib, to'g'ridan-to'g'ri taklif berasizlar va shu Qonunchilik palatasining deputati siz bergan takliflaringizni qonun muhokamasi joyida ko'tarib chiqadi. Va shu orqali siz bergan takliflaringiz o'rinli va to'g'ri deb asosli takliflar qonun loyihasida aks etadi. Sizni ovozingiz bo'ladi o'sha yerda. Tushunyapsizmi? Sizlarni nominglardan o'sha Qonunchilik palatasining deputati shu masalani ko'tarib chiqadi. Ko'p o'quvchilar bilan o'zim gaplashganimda ham o'zlari aytishadi. Shunaqa qonun o'ylab chiqish kerakki, ya'ni o'quvchilar uchun, ya'ni ta'lim sohasida va bundan tashqari universitetga kirish uchun ham masalan ball kvotalarini ko'paytirish, shunaqa kichkina o'zlarining ideyalarini berishadi. Bu albatta o'rinli, biz uchun foydali ham bo'ladi. Bilasizmi, biz ko'proq ijrosiga o'rganib qolganmiz-da, qonun ko'rib, uni ijrosini qilish kerak. Lekin bu qonunlar qanday yaratiladi? Bitta virgul, bitta nuqta, bitta so'z hamda yoki va qanday qonunga ta'sir qilishini o'sha yerda bildik. Ishoning, ilgari va bilan ham desa sinonim deb o'ylardik. Yo'q. Bizning reportajimizni doimiy kuzatib borayotgan bo'lsangiz yaxshi bilasizki, loyiha doirasida xalq vakillariga ayrim savollarimiz bilan murojaat qilamiz. Va deputatimiz bilan hozir o'sha afsonalar vodiysidagi eng katta karuselga chiqmoqchimiz. Savol-javoblarimiz ham aynan tepada bo'ladi. Ketdik. Deputatning kichik siri. Ularda balandlikdan fobiya bor ekan. Shunga karuselimiz sal pastlagandan keyingina savollarimizni berishga majbur bo'ldik. Quyosh zo'r chiqadi. Qani xuddi quyosh bundoq ko'tarilayotgan bo'lsa edi. Samolyotda anaqa bo'lganda Dilmurod aka, sizga maxsus tayyorlagan savollarim bor. Birinchi savoldan boshlayman. Agar adolatchi bo'lmaganingizda, ya'ni Adolat sotsial-demokratik partiyasi fraksiyasi a'zosi bo'lmaganingizda, qaysi partiya vakili bo'lgan bo'lardingiz? To'g'risini aytsam, partiyasi bo'lardi. Chunki adolatni siyosiy qarashlari, saylov dasturidagi masala, men oldingi ish faoliyatimda ishlagan davrimda o'sha huquqshunoslik yo'nalishi bo'yicha juda ko'p narsaga mosda. Ayniqsa sud huquq sohasi, korrupsiya qarshi kurashish. Deputat bo'lish orzu bo'lganmi? Qachondir sizda? Yo'q, bo'lmagan. Bo'lmagan. Masalan, endi deputat bo'lish mayli orzu bo'lmagandir, lekin hozir deputatsiz, deputat sifatida nimani orzu qilasiz? Shunaqa Xudodan so'rayman. Qaysi lavozimda bo'lishdan qat'iy nazar shu ko'pchilikka, yana ham ko'pchilikka naf tegadigan lavozim bo'lsa, masalan, shunday lavozim bo'lishi mumkin. Deputatdan ham ko'ra tezroq ish bitirish mumkin bo'lgan shunaqa lavozimlar bo'lsa deyman. Nima bo'lganda ham baribir ko'pchilikka naf tegish ham bu hamda baxt. To'g'ri. Oldingi chaqiriqda amalga oshira olmay qolgan maqsadingiz bormi? Ya'ni bu chaqiriqda men amalga обязательно oshirishim kerak degan. Bor. Ikkita yo'q, 3 ta mahallada shunaqa masala bor. Bitta mahallada poliklinika qurish masalasi bor. Bitta mahallada juda ham sharoiti og'ir oilalar bor, men ro'yxat qilganman. Shularni homiy topib, ularni kambag'allikdan chiqarishga yordam berish kerak. Hozir boshlangan bu jarayon, lekin amalga oshmay, hozir jarayon ketyapti. To'liq amalga oshsa keyin hisob bo'ladi. Menimcha biz hozir davomini tushganimizdan keyin olamiz, chunki biz yetib keldik. O'zi karusel vaqti 15 daqiqa ekan. Tez bo'ldi. Lekin tepada biz qo'rqqanligimiz sababli savol-javoblarni ertaroq boshlay olmadik. To'g'ri. Ikkalamizdan qo'rqayotganmiz. Ayniqsa mana Safdoshlaringizning orasida, aytmoqchiman, 150 ta deputatning orasida g'oyalari, faoliyati yoki faolligi tomonidan o'zingizga raqobatchi sifatida kimni ayta olasiz? Endi raqobatchi emas, sog'lom raqobat ma'nosida aytishim mumkin. Yuristni o'zi huquqshunos raqobatchi deb biladi-da. Sog'lom raqobat ma'nosida fraksiyadoshlar ichida Shuhrat aka bor, Yaqubov, Zuhriddin bor. Ko'p narsa o'rganish kerak bo'lgan Robiha Anvarna bor. Shu tajribasi katta. Ham siz Robiha opani raqobatchi sifatida bilasizmi? Raqobatchi emas, qandaydir ma'noda o'rganishim kerak bo'lgan. U kishini ustoz sifatida. Boshqa fraksiya a'zolari ham bor. Huquqshunos Saydulla aka bor.
Azimov. Azimov, da. Dilmurod aka va mendagi oxirgi savolim, mana yangi yil ham yaqin. Sizningcha bu kelasi yilning nomi qanaqa bo'ladi? Hozir qizim qilyapti. Kamera o'chirib tursa bo'ladi? Amal. Gaplashasan. Ho, qizim. Alo, dada, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Ha, yaxshimiz qizim. Charchamayapsizmi? Ha, yaxshi. Ishlaringiz yaxshimi? Rahmat, go'zalim. Yaxshi. Dada, qachon kelasiz? Xudo xohlasa ertaga boraman qizim. Menga kelishingizda Namangandan Olmot kelayotgan safarat keluvdingiz-ku. Ha. O'shandan keling. Xo'p, bo'pti qizim, Olmadan olib boraman. Xo'p, jonim. Uzra, qizim telefon qilib qoldi. Ha, eng kichkina qizingizmi deyman? Ha, eng kichkina qizim. Namanganning olmasi mashhur-da, o'shangami? Ha, Namanganning olmasi ta'mi ham boshqacha bo'ladi. To'g'risi biz gapdan oilamizda olmani juda ko'p iste'mol qilamiz. Endi savolimizga qaytsak, sizningcha keyingi yilning nomi qanaqa bo'ladi? Menimcha barqaror iqtisodiyot yili bo'lsa kerak. Meni fikrim, chunki hozirgi kunda globallashuv vaqtida iqtisodiyotni o'zini bir anaqa ushlab turish ham oson bo'lmay qoldi. Hurmatli vatandoshlar, agar bizni ko'rayotgan bo'lsangiz, yil nomi e'lon qilingandan keyin ko'rsatuvimiz efirga ketgan bo'lishi mumkin, lekin dekabr oyining boshida bizda syomka ishlari amalga oshirildi. Hali biz yil nomi qanaqaligini bilmaymiz. Lekin endi taxmin qanchalik to'g'ri bo'ladi yoki noto'g'ri, buni vaqt ko'rsatadi. Sizlarga esa rahmat, sizga ham rahmat. Assalomu alaykum. Kunning keyingi qismida biz Yangi shahar tumanidagi onkologik kasalliklar shifoxonasiga borib, yangi qurilayotgan qo'shimcha bino hamda bemorlarning qon tahlillarini tez va samarali tekshirib beradigan texnikalarni ham ko'zdan kechirdik. Tartib hammaga bir xil bo'lishi kerak. Oliy Majlis deputatining unaqa imtiyozi yo'q, xalat kiymaslikka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Sonlar yaxshimi? Bezovta qilmadimmi? Bu yerda sir bo'lmasa o'zingiz davolanyapsizmi yo bemor olib keldingizmi? Men buni davolangan o'zim ko'rsatgani keldim o'ziga. Ha, o'zingiz-a? O'zim sog'lig'im tekshirdim. Sharoitlar qanaqa? Sharoitlar xudosi yaxshi. Yaxshimi? Qiyinchiliklar yo'qmi? Yo'q. Muomala, boshqa hammasi yaxshi. Muomala xudo xohlasa yaxshi hozircha. Xudosi yaxshi. Yaxshi bo'lsin. Qayerdan keldingiz? Chuqurg'on rayonidan. Chuqurg'on, ha, yaxshi. Hamma kelganlar ilohim sog' salomat bo'lib tuzalib ketsin. Hech kim kasal bo'lmasin. Rahmat sog' bo'linglar. Shunga 7-8 Xudo xohlasa. Yaxshimisiz axir? Xudo xohlasa men 7-8-da yaxshi o'zgarish bor. Ko'rinishingiz zo'r. Ko'rinishim zo'r, sasib boshlaydi. Lekin yelkani shamollatim men mo'ljal. O'shanga o'ziga tushib, nima hisobiga ekan. Har kun oynakka qarab e'tirof turib. Men sog'man, men hammadan zo'rman deb yursangiz zo'r bo'ladi. Shu ruhiyat zo'r bo'lsa onkologiya olib ketaveradi. Xudo xohlasa. Nima? Men o'zim yuristman, medik emasman, lekin ruhiyat baland odamda kasallik ham tez chiqib ketadi-da. Sog' bo'linglar, ilohim shifo topib, shu yerdan xursand bo'lib yuringlar, bolalarning rohatini ko'ringlar. Sog' bo'linglar. Rahmat. Sog' bo'linglar. Muassasa mas'ullaridan biri bizni yangi qo'shimcha binoga olib bordi. Alohida bitta ma'lumot aytib o'tmoqchiman. Aynan ushbu bino qurilishi tashabbusi bizning bugungi qahramonimiz Dilmurod Mahmudovich tomonidan ilgari surilgan. Deputatga yo'llangan murojaatlar chuqur tahlil qilingandan keyin viloyat va respublika mas'ullari tomonidan onkologiyaga chalingan bemorlarning statsionar davolanishi uchun ushbu tashabbus qo'lga olingan. Shifoxonamiz tashkil bo'lgan 97-yilda tashkil bo'lgan. 97da qurilganda, shu vaqtda 120 ko'yka qilib qurilgan, undan keyin kengaymagan. Aholimiz soni oshib bordi, kasallarimiz soni yildan-yil oshib boryapti-da. Oshib borgani hisobiga bizga yetishmovchilik, xona yetishmovchiligi. Endi sohalar ham kengayib boryapti, mutaxassislar ham kengayib boryapti, apparaturalarda yangilari kelyapti. Ularga joy qolmayapti. Masalan, 120 tadan ortiq odamlar kelsa qayerda yotadi? Navbat bo'lib qoldi. Navbat kutib turishadi. Masalan, kasallik kutib turmaydi, lekin navbat kutganlar. Yo'q, joylashtirib uyda biz markazga jo'natamiz. Biz filialimiz-ku. Markazimiz Toshkentda qabul qilishadi. Sal ozgina qiyinchilik bo'ladi ozgina. Nechta odam sig'inmoq hozir buni yangi binoni? Bu yo'q, umuman hisoblaganda 170 ga ko'paytirmoqchimiz biznikini. 140 da 50 yo'q. 140 190 ga ko'tarmoqchimiz.
50 qo'shiladi, 50 ta joy qo'shiladi. Buyoqdagi muzikani ovozdan bilishingiz mumkin. Ustalarimiz Ustalar ishlashyapti. yaxshi kayfiyatda ishlayapti. Yakunlashyapti, xudo xohlasa oz qoldi. Esingizda bo'lsa, kunning birinchi yarmida Sumalak guzari mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi avariy holatdagi simyog'ochlar masalasi ham ko'tarilgandi. Biz barcha syomkalarimizni tugatib, simyog'ochlar mas'ullar tomonidan to'g'irlanganmi yoki yo'q, shuni bilish uchun borsak, elektrik montajyorlar o'z ishlarini deyarli yakunlayotgan ekan. Deputat murojaatiga asosan 440 TP 442 dan ta'minlangan xonadonlarni murojaatga asosan kelib o'rganildi va yaroq sarf simlarni tortildi. Transformator punkti qulflar osilmaganda aholi xavf tug'ilishi oldini olish bo'yicha bizga murojaat qilishdi. Shu bo'yicha kelib o'rganib, qulflar osildi va transformator mukammal ta'minlandi. Aholiga sifatli elektr energiya yetkazib berilmoqda. Hozirgi vaqtda mana o'tdi vaqtlarga qaraganda hozirgi transformator endi mukammal ta'minlashdan tugatib yoqdik va aholiga sifatli elektr yetkazib berildi. Taxminan bu yerda 2 soatda ish olib bo'ldi, aholiga elektr o'chirib turildi. Endi bemalol bolalar o'ynasa bo'ladi. Endi bemalol bu yerda bolalar o'ynasa bo'ladi. Xavf tug'diradigan joy qoldirilgani yo'q. Shunday qilib, deputat Dilmurod Ismoilov bilan bir kun davomida Namangan shahri bo'ylab ancha-muncha muammolarni ko'rdik. Yechim qidirdik. Ayrimlarni joyida hal qildik. Vaqt talab qiladiganlarni esa kuchli nazoratga oldik. Xullas, umr daftarimizdagi navbatdagi bir kunimiz xalq vakili bilan juda ham natijali o'tdi deb ayta olamiz. Deputat bilan bir kun loyihasi doirasida Dilmurod Ismoilov bilan Namangan shahrini kezib, muammolarni o'rganish davomida bir narsaga yana bir bor amin bo'ldik. Asl deputatlik kursi faqat majlis zalida emas, xalq orasida o'tadi. Dilmurod Ismoilovning xalq dardi bilan yashashi, har bir murojaatga befarq bo'lmasligi, eng muhimi, natija uchun tinmay harakat qilishi bizda katta taassurot qoldirdi. U bilan bir kunlik kuzatuvlar shuni ko'rsatdiki, mehnat, mas'uliyat va samimiyat bilan ishlaydigan deputat bu jamiyatning eng mustahkam tayanchi. Ishonamizki, bugungi o'rganishlar ertangi kunda ijobiy yechimlar va amaliy natijalarga olib keladi.